Hali 1 yoshga ham to'lmagan 11 oylik qizchamiz Intizor 9 oydan buyon zotiljam kasalligi bilan xastalanib, doimiy ravishda davolanib kelmoqda. Salom hammaga yurtdoshlarimiz. Mana shu qizchamni doktor ko'riklariga, dori-darmonlariga, davolanishiga qo'llaringizdan kelguncha yordam qilsangizlar. Bu emmaydi, yutmaydi, danglaychasi chuqur, o'pkasi og'ir pnevmoniyada, og'izchasidan, burunchasidan balg'am ajraladi. Shunga qo'llaringizdan kelgancha imkoniyatlaringiz yetguncha yordam qilishlaringizni so'rayman. Qizcham mani go'zalcham o'zim. Aktyorlar manimcha ehson qilish vaqti yetib keldi. Agar borib ko'rmoqchi bo'lganlarga Sirdaryo viloyati Doniyor shifo klinikasi 2-etaj 7-xonaga borsanglar, больницada yotibdilar. O'zlarini ham ko'rib, o'sha yerda o'ziga borib ko'rib ehson qilaman deganlar ham bo'ladi. O'zlaringiz borib ko'rishlaringiz ham mumkin.